Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasıncan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Yarkent Əmiri Mirza Yantaxbək mərhum Samiz Mirza'nın öz vaqtidagi yaqin məhrəmlərdən bo'lib, yaşı 60dan oshqani bilan xeyli temen turgan kishi edi. U Mirza Ababəkirning kelayotganligi xabarini anglab, qo'l ostidagi əmir sarkarlarni uning istiqboliga chiqib, katta hasham bilan kutib olishga buyurdi. Əmir Yantaxbəkning Samiz Mirza'ga emas, uning dadisi Əmir Saydali Olibqimi cheksiz hurmat ixlosi bor edi. Mirza Ababəkirni kichik vaqtidan boshlab obdan bilatdi. Mirza Ababəkir istiqbolga chiqqan Əmir bəylar bilan saltanat yusuni bo'yicha ko'rishdi. Ularga qilchilik kibr ko'rsatmay, hammasidan bir-birlab ahvol so'radi. Ular Mirza Ababəkirdan ordiq so'rash uchun alohida so'rini rastlab, turli noz-ne'matlar bilan dasturxon silib, saqlab turgan edi. Shaharga kirishga oldirab turgan Mirza Ababəkir dasturxondagi noz-ne'matlarga chalib ula eg'iz tegdi. 3000 kishilik lashkar bilan biroqli shaharga kirsam, Əmir Yantaxbək cho'chib ketmasin yana. Ular buni tayyor noz-ne'matlarni yeb aramag'ach tursin. Shaharga navkarlarim bilan kiray. Qo'limda farmon bo'lgandan hech qanday chataq chiqmaydi. Yarkent ham hukumatini qo'limga ilib bo'lgandan keyin ondan ularga xabar beray. U o'ylaganlarini Mirza Amin Qulbay qatorliq 3 amirga pichirlab etdi. Ularni har ehtimol qarshi hushyor turishga ogohlantirdi. Ondan Mirza Sadirdan qushchi bilan 100 navkarni agashtirib shaharga qarab mangdi. Assalomu alaykum. Hormag'aylar Amirzodam, dedi mahkamaning darvozasi oldida saqlab turgan Mirza Yantaxbək ehtirom bildirib. Va alaykum assalom. Salomat turdingmi Amir janoblari? Dedi Mirza Ababəkir Mirza Yantaxbəkning qo'llarini mahkam siqib turib. Mirza Yantaxbək Mirza Ababəkirning ziyoda egiz bo'ybastiga havas bilan nazar tashladi. Ko'z tegmasin. Salomat mərhum jannat makon padarlarining bo'ybastini do'rabla. Shu topda mərhum Samiz Mirza janoblar qaytadan tirilib kelgandek bo'ldim. Salomat degani ba'ayni degan so'zgana. Amir janoblarim o'ylig'inimda ko'p obdan turiblar, dedi Mirza Ababəkir takallub bilan. Yaratgan egam umrlarini ziyoda qilg'ay. Nemisini deydilar Amirzodam, qerib qoldim. Mag'durum qolmadi. Armonga tushliq darmon yo'q. Xudo saqlasin qiyirliqdan. Qiyirliq yomonkan. Zinhor undaq demislar, kufrliq o'tib ketmasin. Turqlardan 60 yoshdan oshqanda qilmaydilar. Mirza Ababəkirning tuyuqsiz Yarkentga kelishining sababini bilolmagan Mirza Yantaxbəkning og'zida xushomat qilg'ini bilan ko'nglida turli xiyollar agitdi. U Mirza Ababəkirning Yarkentga amir bo'lish xiyolidan xeyli burunla xabar topgan edi. Mayli Sultan Do'st Muhammadxon davrida bo'lsin, mayli Sultan Yunusxon saltanatni qo'lga olgandan keyingi vaqtlarda bo'lsin, o'rdadagi yaqin yo'riqlari uningga bu haqda ma'lumot yetkazishgan edi. Lashkariy divanning bu o'rinbosar amirining Yarkent qandoq so'rar ishi bor edi. Ajab tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Yoki qilmish gaplar osqa chiqdimi ya? Ajab Qashqardagi birodarlarim bu vaqt xabar bermagan edi. Amrul Umara Muhammad Haydar Mirza janoblarining bir qancha amirini jazolab, mansibdan qoldirganligidan texnikan xabar topgan edi. Amirzodning Yarkentga mang'indan ular xabar topmaganmidi? Mumkin emas. Cho'ng kichik amirlarning hammasi kunda bir vaqt saroyga salom keldigan tursa. Lashkariy divanning bo'yi osmonga to'rik bo'g'idek bu amrining yo'qligi boyamni chinib qoladi. Salomga kelmaganlarning albatta so'riqi bo'ladi. Saroyda yuz bergan kichkina ishni qoldirmay xabar berib turgan ul amirlar bundaq cho'ng ishda hargiz bexotlik qilmaydi. Men ularga mushunda xabarlarni yetkazib turdi deb patpas so'q salomlarni avatib turman emasmi?
ish qilib buningda cho'qim bir gap bor. Har holda ehtiyotchan bo'lay. Mirza Yantoqbekning birdan xiyol surib turib kelishi Mirza Abubakirning o'tkir ko'zlaridan qichib qutulanmadi. Oldiga kutayilishga chiqqan amirlarning o'zining nurg'un lashkarlar bilan kelganligini Mirza Yantoqbekka aytib qo'yishidan ansirgan Mirza Abubakir qattiq ehtiyot qilyotdi. Yorkentdan ayrilg'ili shuncha yillar bo'pti. Kichkina cho'ng bo'lgan yurt degan boshqacha bo'ladi ekan. Ko'zimga yana Yorkent issiq ko'rinyotdi. Deydi u Mirza Yantoqbekning xiyolini chalg'itish uchun. Shundoq. Deydi Mirza Yantoqbek darhol xiyolini yig'ishtirib. Amirzodamni darvoza oldida saqlatib qo'yibdiman emasmi? Xo'sh, ishkirga kiraylik. Nimani degan bilan bu o'zlarining cho'ng bo'lgan yerlar emasmi? Lekin Yorkentni Oqsu, Qashqarga selishtirg'ili bo'lmaydi. Yanglishdilar, amir, dedi Mirza Abubakir keskinlik bilan. Mo'g'lay Sher vodistil emas, butkul Mo'g'uliston tasarrufida Yorkentga yetadigan shahar yo'q. To'rt atrof butunlay bog' bo'stonliq. Shahardan chiqib mayli qaysi tarafga mangmayli, otliq biror kun mangmog'icha jangal topqili bo'lmaydi. Ekinlar munbat, suyi alvak, daryosida qish-yoz suv uzilmay eqib turgan. Ovoz ondan esib. Ore, Amirzodamning Yorkentga bo'lgan mehri haqiqatan cho'nqir ekan. Ular so'zlashgach, Amir mahkamasining ichidagi katta saroyning oldiga kelib to'xtadi. O'z vaqtida dadisi Saniz Mirza soldirgan bu hashamatli saroy Mirza Abubakirga bekli tonish edi. U saroyning quyosh nurida yolildab turgan yeshil kohishlik gumbazlariga, naqshlik eshik derazlariga havas bilan qaradi. Tuyuqsiz saroyning atrofida turgan navkarlarni ko'rib, biroz xudiksaradi. Saroyning atrofidan boshqa yerlarda xeyli ko'p navkar borligini pamladi. Bu Mirza Yantoqbekning nima qilganidir? Mendan ehtiyot qilib qoldimi yoki maqsadimni o'gayotdan bilib qolgan bo'lsa, uningga xabar berib etdim. Mumkin emas. Har qancha bo'lsa muddaimni buncha tez bilib olmas. Yo'l bo'yi aram olmay ehtiyot bilan yurgan tursak, uning chaparmanlarining qanoti bo'lsa-mu, bizdan burun yetib kelmaydi. Balkim Mirza Yantoqbek 3000 lashkarni birga olib kelganimdan xabar topgan bo'lsa, menga surkustayotgandi. Xo'sh, Amirzodam saroyga marhamat qilsinlar, dedi Mirza Yantoqbek. Qani xo'sh, o'zlaridan kelsin, dedi Mirza Abubakir xiyolini yig'ishtirib. Unda qilsam qandoq bo'ladi? Sizlar degan mehmon, dedi Mirza Yantoqbek takalluf qilib. Biz mehmon bo'lsaqmi o'rinbosarlik martabamiz bordir. Janoblar bo'lsa amir, uning ustiga yoshtimi bizdan cho'ng. Shunga avval o'zlari marhamat qilsinlar. Mirza Abubakirning kichik belligi Mirza Yantoqbekni ta'sirlantirgan edi. Amirzodamning martabasi o'rinbosar bo'lsa-mu, Mo'g'uliston ordisidan keldilar. Bunda qattiq turvaslar kaminlarni xijolat qilib qo'ydilar. Saroyga tezroq kirib farmonni jakarlashga oldirib turgan Mirza Abubakirning yana yolg'ondan husli qilib turishga raqdi qolmagan edi. Bo'ptundaq bo'lsa, adabdan amir ulug' deb tikan. Janoblarning amriga itoat qildim amisi. Mirza Abubakir bismillah deganicha bu so'g'dan otladi. So'ngdishibli saroyga kirgan Mirza Yantoqbek to'rdagi amirlik kursining yanidagi o'ringa Mirza Abubakirni taklif qildi. Qani, Amirzodam bu yoqdan joy olg'aylar. Mirza Yantoqbekning saroyga kirishda o'ziga yo'l qo'ygani bilan to'rdagi o'rindan qizg'inayotganligini his qilgan Mirza Abubakir meyiqida kulib qo'ydi. Bu amirni hargiz salchig'lamasam bo'lg'idek. Ahvoldan qaraganda u menga Yorkentni osonlikcha bermaydigandek qiladi. Avval farmonni ko'stay, ondan payliga qarab ish tutarman. U Mirza Yantoqbek ko'rsatgan o'ringa kelib duoga qo'l ko'tarib Fatiha qildi. Ondan texchili o'rib turgan Mirza Sadirdan qushchiga asta ko'z ishorasi qilib qo'yib so'z boshladi. Haras, amir janoblarga tanishtirib qo'yay. Bu kishi Mo'g'uliston amir mahkamasining o'rinbosar farmonchi begi Mirza Sadirdan qushchi bo'ladi.
Aslida Lashkari divanning bahodir unvonli sarkarlaridan edi. Yaqinda Amrul Umara Muhammad Haydar Mirza Hazratlari o'rinbosar farmonchi belgilagan baglikka tayinladi. Astagfirullah, adabsizlik bo'pti emasmi? Mirza Yantoqbek das o'rnidan turib, Mirza Sadirdan qushchiga ehtirom bildirdi. Farmonchi begimni tanimay qoptimiz. Sabarligimizni kechirgaylar. Qani, yuqori o'tsin. Hech qish yo'q, dedi Sadirdan qushchi qistab kelgan kulkisini besib turib. Bilmaganda ayb yo'q debdikan. Bizning bu mansabga o'tirganimizga teqi bir necha kun bo'ldi. Amir janoblarning bilmasligi tabiiy. Kutmaganda farmonchi begning paydo bo'lib qolishi Mirza Yantoqbekni tashvishga selib qo'ygan edi. Ko'nglidagi amdili bislashga boshlagan andishi gumonlar qaytadan g'alyan ko'tardi. Bu qanday gap bo'lib ketdi amdi? Ajab Mirza Abubakr bilan farmonchi beg birga gapdi-ya. Lashkari divanning amri bilan ordu farmonchisining birga safarga chiqishi azaldan bo'lib boqmagan ish edi. Vallahi suyar amr mahkamasida cho'qin bir ish bo'lgan o'xshaydi. Muhammad Haydar Mirza farmonini mahkamadagi mahramlardan sir tutgan gap. Lekin men bilan xabarlashib turayotgan mahramlarning martabasi ancha tuvan emas edi. Yoki ularmi Mirza Amin Qulbay qatorliq 3 amirga o'xshash mansibdan qoldirilganmidi? Gumon imonni qochiribdi degandek Mirza Yantoqbekni xiyol surgan siri surbesishga boshladi. Masumboy o'g'lining xun davosini qilib Qashqarga borganmidi ya? Uni o'g'lini yerlikda qo'ygan kuni yiqilgancha o'rnidan qo'polmay yotadi deb anglab edim. U holda Qashqarga borolmas yoki Bashkentning begi Zokirxon da'vo qilganmidi? Cho'qim ikkisidan biri jim yotmadi. Ularning yavaslab qo'yganini ko'rib, ancha eran qilmagan ekanman. Ularni biroqli zuvan suramas qilib yetadigan gapkan. Ilgirimi ustimdan da'vo qilib chiqqan, lekin da'vosini oxtiramay to'xtab qolishgan edi. Shularga qiyosan beqibdiman. Ehtiyot qilsam bo'pti-kan. Sulton Yunusxon oliylar taxtga chiqqandan beri Muhammad Haydar Mirzani Texinbek ra'yatparvar bo'lib ketdi deb anglab edim. Kucha amrining ashunda xun davosiga chetlib qilib, tahqiqlashga mufattish avatib, mansibdan qoldirganning sirtida butkul mol-mulkini musodir qilib, xonavayron qilib o'tgan emasmidi? Yorkent amri farmon topshirib og'ay. Mirza Sadirdan qushchining jarangliq ovozi Mirza Yantoqbekning xiyolini uzib qo'ydi. U cho'chib beshini ko'tardi. Sadirdan qushchining qo'lidagi yorliq farmon silindigan naqshliq ko'nqopni ko'rib, yuragi qattiq og'ridi. O'pkisi og'ziga kaplashdi. Mirza Yantoqbekning g'ang'iqib turganini ko'rib, Sadirdan qushchi yana to'ladi. Yorkent amri farmon topshirib og'ay. Mirza Yantoqbek qo'l bog'lig'icha beshini aydi. Farmonchi bey ko'nqopdan farmonni ilib, oldirmay o'qishga boshladi. Miyadagi farmonchi bey degan qo'shtirnoq ichida. Bismillahirrohmanirrohim. Buyuk saltanat posiboni, Mo'g'uliston tasarrufidagi omuxosning qibligohi, qudratlik toj egisi, adolat panoh Sulton Yunusxon oliylarining navkari bo'lmish Mo'g'loy suyar amri Muhammad Haydar Mirzadan Yorkent amri Mirza Yantoqbekka yorliq. Ushbu yorliq yetib borgan kundan e'tiboran o'z qo'li bilan Olti xonzodini buyuk saltanat taxtigohiga o'ltirg'izib, toj kiydirish sharafiga musharraf bo'lgan Jannat makon Ulusbegi Xudoydat hazratlarining chavrisi, Yorkentning sobiq amri marhum Soniz Mirza janoblarining amirzodisi, saltanatning ko'ragonlik martabasiga musharraf bo'lg'uchi Mo'g'loy suyar Lashkari divanning o'rinbosar amri Mirza Abubakrni Yorkent viloyatiga amir qilib tayinladik. Ushbu yorliq yetib borgan hamon amir Mirza Yantoqbek Yorkent hukumatini Mirza Abubakrga darhol ta'xirsiz o'tkazib bergay. Hamda qayta mansabga tayinlash yorliqimiz yetib borguncha shahri Yorkentdan ayrilmay
Hökumət işlərinə xalis həmdəmdə boğay. Yorluq tamam, vəssalam. Mağlay şəhərinin büyük əmri Muhammed Haydar Mirza. Fərman berdar mən. Əmrul Ömər canaplarının himmetiga təsənna. Çırayı tamdək tatırıp ketken Mirza Yantaq bəy pışıldığınıca yorluqni qo'liga elib peshonasiga tekkizib bo'lgandan keyin qo'yniga selishga tamshilib to'xtab qoldi. Peshidan nurg'un issiq sovuqlarni o'tkazgan bu qoqbosh amir daqiq ichida o'zini tutib olishga ulgurgan edi. U tamkinlik bilan farmonga qaytadan nazar tashladi. Mirza Abubakirning yuragi po'k-po'k edi. Mirza Abubakirning yuragiga tashvish changal soldi. Mirza Yantaq bəy yorliqqa nazar selayotgan har bir daqiqa uningga bir kundek uzoq tuyuldi. Mirza Abubakirning tuyg'usida vaqt to'xtab qolgan edi. Imonchi sinchilib qaraydi. Bir narsa sezib qoldimi ya? Mumkin emas. Hargiz sezolmaydi. Xat yolg'on bo'lgan bilan besilgan muhr rost. Ey Esed, lashkarlarni shaharning sirtida qoldirib qo'yib xato qildimmi nima? Ularni boshlab kelib shahar darvozasining to'yida turg'izib qo'ygan bo'lsam, bu qiyra amirga oz to'la 40 ko'satkil bo'lar edi ekan-doq. Shu tapda sirtda 3000 otliq lashkarimning taq bo'lib turganini bilmaydi emasmi? Meni Oran yuz nökər bilan kelgan chig'i deb qoldi yaqin. Navoda uning niyati buzilib qolsa qanday qilg'uliq? Saroyning atrofi o'rinlashtirgan nökarlarmi oz emasda qiladi. Mahkama ichida yana qanchalik nökar bordi? İmkan bor uning chishiga tegmay. Silqich boyliq bilan tasalli berib ko'nglini xotirjam qilay. To'qinishib qolsak ziyon tortib qolg'dayman. Navoda meni tutib zindonga tashlab, qo'lidagi yorliqni Qashqarga avatadigan bo'lsa, yolg'onchiligim pash bo'lib qoladi. Kallamdan ayrilib qolmagan taqdirdimi? Menga bosh ko'tarolmayman. Ey Tangrim, paxtaning ichida o't saqlaydigan qudrating bordir. Har qanday to'qinoq bo'ladim panohingda saqlag'aysan. U andishisini yoshirib turib, Mirza Yantaq bəyga yuzlandi. Biz faqat yorliq bo'yicha keldik. Amir janoblarning ko'nglining qanchalik yerim bo'layotganligi bizga ayon. Ayni yili bizmi Sultan Do'st Muhammadxon oliylariga agishib Oqsuga manganda ashundaq tuyg'uda bo'lganmiz. Yokkent haqiqatan tuzi eg'ir yurt. Ayrilmoq tas. Janoblarga yangi yorliq tushib bo'g'icha yana bir mezgil billa turmiz emasmi? Mirza Yantaq bəy chiroyiga sovuq kulki yugurtdi. Yo'qsa Amirzada. Aras. Endi Amir janoblari deyishim kerak. Kaminlarni zinhor xato tushunmisizlar. Hammamiz olam panohxon oliylarining otgan o'qlarimiz. Amrul Umara Muhammad Haydar Mirza janoblariga albatta farmon berdorlik qilamiz. Uning farmoniga sarkaslik qilishga haddimiz emas. Mansab martaba degan bajoyki satangning kulkisiga o'xshaydi. U gohida uningga nozlanib baqsa, gohida buningga erkilaydi. Bu jahon hech kimga boqivand bo'lmaganiga o'xshash. Satangning kulkisi misoli mansab martabami boqivand emasdir. Shu topda kaminlarni ajablantirgani ushbu yorliqdagi bir yig'iz ibora. Mirza Abubakirning yuragi jig'ida qilib ketdi. Qaysi iborani deydilar amir janoblari? O'zlari ko'rib baqsizlar, dedi Mirza Yantaq bəy yorliqni Mirza Abubakirga uzatib turib. Bir qancha yerda yorliq iborasini ishlatibdi. Ul yorliq iborasi adolat panoh qibligohimiz Sultan Yunusxon oliylariga xosdir. Xon oliylaridan boshqa har qanday mansab egisining bu iborani ishlatish haqqi yo'qdir. Amrul Umara Mirza Haydar janoblari faqat farmon tushiralaydi xolos. Bilishimcha, saltanat yo'sinlariga baxli e'tibor bilan qaraydigan sar amir janoblari bundaq inchik ishlarga baxli diqqat qiladi.
Saxta yarlıqni yezishga oldirab, çandırıp qo'yganligini his qilgan Mirza Abobakri bo'shanlik qilsa çandırıp qo'yganni oz deb, bolaga qildiganligini his qilib, birdinla ta'rini turdi. Sizlar ol farmondan gumonlanyaptamdilar yoki janob Amrul Umaraning istidotidan gumonlanyaptamdilar? Qandaqligi o'zlarining ko'ngillariga ayon Amirzada. Bu farmonni har kim ko'rsa gumonlandi. Lekin hozir taqiqlashga amalim yo'qdir. 2-3 kun ichida Qashqarga borsam, g'ez-g'az o'dak bo'ladi. Mirza Yantoq bey ishki to'yg'ilarini yoshirib, chiroyiga kulki yugurdi. Yo'qsa, gumonlanish qaddim emas. Ko'nglimdan kechkinini mundaqla deb qo'ydim. Bu qiyri qahvasini eshitmay yoshirib qo'yil bo'lmoqdek. Vaqtida eg'iz chammas qilib etmasam, ishimga to'p chachadigan o'xshaydi. Mirza divandagi munsiylar farmonni yezishda savallik qilgan o'xshaydi. Dedi satirdan qushchi darhol so'z qistirib. Odatda Amrul Umara janoblari farmon, maktub, ma'lumot, aloqalarning imlosiga bakli ahamiyat beradi. Bir eg'iz so'z emas, bir dona pash, chekit, xato qo'yilib qolsa-mu, qayta yezishni buyurdi. Bu navbat o'rinbosar amirlashkarni Yorkentga mangdirishga oldirib, ancha diqqat qilmagan chig'i. Qashqarga qaytib borgandan keyin bu savallikni Amrul Umara janoblariga cho'qim ma'lum qilaman. Mono farmonchi beyning gapidan pishti o'milayotgandim. Amirzodani Yorkentga mangdirishga oldirish nimaga zarur bo'lib qolgan bo'g'iydi? Yo'q, bu ishda cho'qim bir o'yin bor. Qandoq qilsam bo'lar? Qaytib farmon tushirishni talab qilsam tamoman bo'ladi. Lekin buni Abubakr Mirza Ulmonlar shahar amirining ham jiyani, ham o'gay o'g'li. Hargizmi meni deb uni o'tqa ishtirgan ishni qilmaydi. Go'sht bilan yog' bir tuqqan piyozning ko'ygini ko'ygan degan gap bor emasmi? Navoda bu farmon rost bo'lib chiqsa, qoq balog'a qolaman degan. Ustimdan Qashqarga qanchalik arz shikoyatlar bordi, bunisi qarang'u. Yilqi xun davosiga o'ralishib qolmaydigan ishkan to'q. Bo'pti, bu yerda tiklashib turmay, Qashqarga berib oydinlashtiray. Mirza Yantoq bekning o'ylanib qolganini ko'rib, Mirza Abobakirning putqo'liga qaytadan jon kirdi. Shunda qislar farmonchi begim, dedi u chiroyiga xotirjam tus berib. Mushundaq cho'ng farmonga e'tiborsiz qaragan munshini qattiq jazolab boshqalarga ibrat qilish kerak. U nazarini Mirza Yantoq bekka og'dirib kulimsirdi. Qani, amir janoblar joylariga kelib o'tirsizlar. Munshi degani xattot, kotib deb izohatdi. Mirza Yantoq bek to'rdagi naqshlik kursiga mehrini uzalmagan holda qarab qo'yib eg'iz ochdi. Yo'qsa, bu o'rin ushbu soatdan boshlab o'zlariga taalluq bo'ldi. Endi biz o'tirib olsak adabsizlik bo'ladi. Qani, o'zlari marhamat qilsinlar. Bundaq deb turib olsalar, menga amal yo'q. O'ltirmasam farmonga sarkashlik qilgan bo'lib qolmay yana. Mirza Abobakri das o'rnidan turib, to'rdagi amirlik kursiga berib o'ltirdi. Amir janoblarga muborak bo'lg'ay. Mirza satirdan qushchining boshlab berishi bilan saroydagi cho'ng kichik baglarning hammasi Mirza Abobakrini bir eg'izdan muborakladi. Daqiq ichida mansibidan ayrilib qolgan Mirza Yantoq bekka bu holatni ko'rib turaverish ig'ir kelgan edi. Amir janoblarga muborak bo'lg'ay, dedi u qiynalgan holda eg'iz ichib. Shu topda uning qilin lavlari titrab ketgan edi. İcazet besle, men endi qasrga yanay. Nemiga oldiraydilar janob Amir? Dedi Yorkentning alamdor baglarining solimidan ko'ngli tamoman joyiga tushgan Mirza Abobakri gidaygan holda. Amir janoblarga taxtni bo'shtib bergani bilan tehi qasrni bo'shtib bermadim. Tayinli qasrni bo'shtib beray deyman. U Mirza Abobakrining zuvon surmay turganini ko'rib, yana qo'shib qo'ydi. Gerçi farmonda qaytib farmon kutib turishim alohida askartilgan bo'lsa-mu, sizlardek istidatliq, kuch-quvvat urg'ib turgan bahodir amir turgan yerda mening so'rilib yurishim hojatsiz.
Şuna küdük öpülerimni yığıştırıp, әтіл Қашқарға барай деймін. Навар bu başbaştaqlığımı Cenab Emrul Ömer'e günahkı buyursa, onu körəmən. Əpu qılıb etsə, berişimə pərman düşkən, rızqım çeçilğan yurt aymaqqa jönərmən. Mirza Yontaq bəyning әтіл Қашqarga mağmaqçı boğununu anlap, Mirza Ababəkri yana olturalmay qaldı. Nima deydi mavi alcıgan qeri? Qashqarga boradigan bo'lsa soxta farmonning ishi fosh bo'lib qolmamdi. Uni bir mezgil yenimda tutib turib, qanot quyruqimni o'ngshilish uchun farmonga atay yangi farmon tushkichi Yorkentdan ayrilmag'ay deb yozgan emasmidi? To'g'ri, endi bildim. Boy u sadirdan qushchining gapiga ishonganda qiyofat kirib olgan bilan gumonlanib qopti-kanda. Ola Mirza Yontaq bəyni sarayning orqasidagi oromxonaga ko'tirib akirdi-da, bo'yniga g'achchida xanjar urib, beshini kesib etdi. G'arq mast yotgan sho'r peshoni Mirza Yontaq bəy tig'ning ochiq zarbasini, o'limning qattiq dahshatini bilmayla uxlagan peti u olamga safar qildi. Mirza Ababəkri bahramon holda barliq amirbəylarni ichishga zo'rlaydi. Kayıpçilikdə həmin unutuşqan bu əmirbəylər yeni əmirga yaxşıcaq buluş üçün toxtumay xuşamət qilishadi. Bəs-bəsdə maqtışadi və oldığı kəlgən şarabni qaldırmay içişadi. Mirza Ababəkri ularni ətisi bir gün xudini bilmay yotqudək g'arq məs qılıbətdi. Ətisi nökərlər məhkəmənin arqoylısıga joylashqan Mirza Yontaq bəyning qasriga kirib, qasrdagi qeri yosh ayol, hatto amchakdagi bu vaqtgacha qoldirmay qaravatdi. Bu fojiadan qasrdagi xizmatkorlardan tortib qorovullargacha qechib qutulolmadi. Shundoq qilib, Yorkentni osonlik qo'liga ilib olgan Mirza Ababəkri zixmi ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan chora tepib, o'gay otasi Muhammad Haydar Mirzaning ko'zini bo'yash uchun boshqa turishga kirishdi. Qashqar Mağlaziyer Əmir Məhkəməsi çivin uçsu anlanğıdək tımtaslıqqa çömgən idi. Sarayının tövrədəki yolvas terisi silinğan, həşəmətlik kursida olturğan Muhammad Haydar Mirza'nın közləri hazırlı birini ölümgə buyuruyduğan əlpazda çəkciyib qaraydı. Vücudunu vəhimi basqan əmirlər qol bağlaşqınıca başlarını sangıltıp turşaktı. İcazət, cay alsınlar, dedi Muhammad Haydar Mirza sarayının mudhiş tımtaslıqını bozub. Əmrul Ömərə canapları qaşqalla. Əmirlər mənsəb mərtəbəsi boyunca joy elishdi. Muhammad Haydar Mirza əmirlərni ko'z o'ngidan bir qur o'tkazgandan keyin ulug' kichik tindida nazarini sarayning naqshlik guldor to'g'risiga ag'dirdi. Shu topda u ochiqini kimdan elishni bilolmay bo'g'ilib qolgan edi. Abubakr Mirzaning nima qilg'inidir bu? Yangi lashkarlarni mashqlantirish uchun ijozat so'ragan emasmidi? Ularni mashqlantiradigan Qashqarning atrofidan joy tepilmagandek Yorkentga bog'lan emas. Texi qo'lida Yorkentning amirligi tayinlangan farmon bormish. Mening xabarim yo'q, qandoq farmon ekan u? Bu birovlarning chaqchiqimidi yoki fitnasimidi? Yo'lbosning yuragini yabogan taqdirda bundoq boshto'nlik qilmas. Yolg'ondan yorliq, farmon yasash qo'lga ketadigan og'ir gunoh. U buni albatta biladi. Hamoqatlikda chekkaga yetgan odamni bundoq qaramliqni qilmaydi. Lekin u nemishqa hozirgacha qaytib kelmaydi. Shikorga ketganiga bir oydan eshibdi. Qoida bo'yicha haftada bir qatim bo'lsa ahvoldan ma'lumot yo'llab turish kerak edi. Bu xabarni yolg'onmikin desam, Mirza Yontaq bəydan ma'lumot kelmaganiga bir oy bo'lib qoldi. Ma'qul. Abubakr Mirzani Yorkentga bormi deyli? Undaqda Mirza Yontaq bəy bu ishdan nemishqa bizni xabarlantirmaydi. Yolg'on farmonning ishi qandoq ketdi? Amirzada rostilla boshto'nlik qilganmi degan. Unchola qilib oldirib ketmismi? Yorkent aman uning kedigu. Eligu Yorkentning amirlik ekan. Vaqti kelganda butkul Mağlaziyaning sar amirligini berib, o'zim Sultan Yunusxon oliylarining dargohiga kelsam, tamoman bo'ladi. Tavsiya qilsam xon oliylar hargiz yo'q demakdi. U rostilla shunda qaramliqni qilgan bo'lsa, bu voqeani xon oliylari qandoq tushundiraman? Soxta farmonning ishi rost bo'lib qolsa, xon oliylari uni hargiz kechirmaydi.
Kollasını almagan taqdirdimi ömürlük zindonga selishi yoki yoqi yurtlarga sürgün qilishi mumkin. Muhammed Haydar Mirza xiyolining oxirini davomlashtirishga jur'at qila olmadi. Beshini tuvan sog'inicha pishildab o'ltirgan amirlarga ko'zining qirida qarab qo'ydi. Ular shu topda nimani xiyol qilayotgandi? Abu Bakr Mirza jiyanimli bo'lib qolmasdan, balki o'gay o'g'lim. Shunlashqa ular ehtiyot qilishib, eg'iz ichishib petnamayotdi. Ko'nglidagini yoshiryotdi. Ko'ch-ko'ylarda yana qanday xabarlar bor? Amirlar cho'chib beshini ko'tarishdi. Bir-biriga tashvish bilan qarab qo'yib, zuvon surishmadi. Ikki kundan beri Qashqar shahrida Mirza Abu Bakr haqida mish-mish paranglar ovib qolgan edi. Bundaq paranglarni shahar yurib tijorat qilgan savdogarlarning tarqatganligi yoki mush amir baglarning xos oyg'oqchilarining ko'tarib kelganligini aniqlik qilib bo'lmaydi. Gap ko'payib ketgan, ammo egisi yo'q edi. Amirlar atiganki qabulda bu mish-mish parangni Muhammad Haydar Mirzaga yetkazgan edi. Lekin gapning besh chiqib bo'lguncha Muhammad Haydar Mirza qattiq ochiqlab ketdi. Shunga ular anglaganlarni to'liq yetkazishga jur'at qila olmayotdi. Bunda xabar rayat orasiga sababsiz tarqalmaydi, dedi Muhammad Haydar Mirza talaffuzni biroz yumshitdi. Balkim rost bo'lishi mumkin. Agar rost bo'lib qolsa, darhol tadbir qo'llanmoq kerak. Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Yotishbegi Mirza samsaq to'g'lab o'rnidan turib. Yotishbegi degani soqchi mahkamasining boshlig'i deb izohatda. Bayloqchilarimiz og'zidan yana shunda xabarlarni angladikki, o'rinbosar amir lashkar Abu Bakr Mirza Yorkentga borgandan keyin Yorkent amiri Mirza Yontaqbek g'oyib bo'lib ketibdimish. Nega ketganini hech kim bilmaydi ekan. Hatto xotin bolalaridan xabar yo'qmish. Muhammad Haydar Mirza ko'zni yerim yumib zuvon surmadi. Tashvishdan biroz qutulgan amirlar anglaganlarini ma'lum qilishga kirishdi. Yaqinda mansibidan qoldirilib tekshirishga buyurilgan Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dug'lat, Mirza Husayn baglarni Yorkentdimish. Ol uch amir Abu Bakr Mirza shikorga mangan kuni Qashqardan g'oyib bo'lgan ekan. Yangichiliklarning birimi bu qitimqi riyozat shikoriga chiqmabdi. Amirzodam epmanganlarning hammasi jang mahoratiga pishqan, qillangan xon lashkarlar ekan. Muhammad Haydar Mirza hamda ochiqlanmadi, ham ifodami bildirmadi. Amirlar anglagan xabarlarni to'liq yetkazishgan edi. Saroyning ichini yana timtoslik bosdi. Shu daqiqada Muhammad Haydar Mirza nima deyishni, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Uning kallasida turli chigish xiyollar alangaydi. Bir cho'gin chayqaynimichilik vaqt ana ash tarzda o'tib ketdi. Farmon, dedi Muhammad Haydar Mirza xiyoldan bosh ko'tarib. Yorkentga darhol chaparman mangdirilsin. Mirza Abu Bakr farmonni topshirib olgan hamon Qashqarga qaytib kelgay. Undan boshqa jazo divoni tutish buyruq chiqarib, eliq 3 amrini tutib kelishga tutqavullarni mangdirg'ay. Yotish mahkamasi shaharga yotishlarni chiqarib, elqidek pishni pasatlarni besib turg'ay. Asossiz gap tarqatquchilar hapsiga iling'ay. Amirlar bas o'rnidan turib qulluq bildirishdi. Farmon berdormiz. Boshqa ma'lumotlar bo'lmasa yonsunlar. Ma'lum bo'lg'ay, Yorkentdan og'loqchi keldi. Amir janoblarga topshirilgan maktub bor ekan. Og'loqchi, xat aloqa to'shig'ichi debdi izohatda. Saroy begining tuyuqsiz yetkazgan bu ma'lumotni qaytishga taraddudlangan barliq amirlarni to'xtatib qo'ydi. Muhammad Haydar Mirza ikki qo'llab sunilgan maktubga shundaqla qarab, chiroyiga sus kulki yugurtdi. Maktub Mirza Abu Bakrdan kelgan edi. Hanim bo'lsa ma'lumot yo'llashni unutib qolmabdi. Amdilik mish-mish paranglarning rost yolg'onligi ma'lum bo'ldi. Abu Bakr Mirza bu maktubni ajab Yorkentdan avatibdi ya. Uning Yorkentga borgan rost ekanda. Muhammad Haydar Mirza xiyolini yig'ishtirib xatni o'qishga oldirdi. Bismillahirrahmanirrahim. 18 ming olamning yaratquchisi bo'lmish, Azal sultonning bargohiga yaqin turg'uchi,
Saltanatimizning buyuk posiboni, qudratli toj egisi bo'lmish Sultan Yunusxon oliylari dargohining oliy martabalik hukmdori, Mangla Usiyarning sar amiri Muhammad Haydar Mirza janoblariga yetib ma'lum bo'lganki, Kamini nökərləri Mirza Ababəkri fərmani icazatlari bilan riyozat shikorini ado qilish muddasida sarkard lashkarlari bilan yopjan tavasiga tushkun qilgan erdim. Yo'l ustida Yorkentdan oldiras kelayotgan Oyg'oqchi bilan do'qurishib qoldim. Yopjan hozirgi Yangshar nohiya tavasidagi bozor debdi izohatda. Aslida u janoblarga to'limi jiddiy bir ma'lumotni elib mangan ekan. Kaminalari janobi sar amirga ham jiyan, ham farzand, eng muhimi lashkariy divonning o'rinbosari bo'lganligim uchun ul ma'lumotdan xabar tepishga jur'at qildim. Uning ustiga ul Oyg'oqchining kamini farzandlari bilan yaqin birodarchiligi bor edi. Shunga meni sar amirning yaqini bilib, elib mangan ma'lumotidan xabarlantirdi. Ma'lum bo'ldiki, Yorkent amiri Mirza Yontaqbek Xotan viloyatining og'i ini amirlari bo'lmish Xon Nazar Mirza, Qul Nazar Mirzalar bilan yoshirin til biriktirib, isyon qilishga ahd qilishib, jiddiy hozirlik ko'rishib yetibdi. Munofiq amirlarning bu riyokorligini anglab qattiq cho'chidim. Ol Oyg'oqchini dargohlarga mang'izay desam, ushbu ma'lumotning oshkorinib qolishidan voyim yedim. Chunki Yorkent Xotan amirlari bilan Mangla Usiyar amir mahkamasidagi bir qism amirlarning yaqin birodarchiligi borligi janoblarga muayyan. Navoda ul amirlar bol isyondan janoblarining xabar topganligini ul munofiqlarga yetkazib qo'ysa, ular sagaklashib, oldin hozirlik ko'rib olishi mumkin. Lashkarlarni elib darhol orqamga yanay, janoblarga arzimas maslahatlarimni berib, ogohlantiray desam, shikarga chiqmayli besabab qaytib kelganimdan mahkamadagi ul amirlarning badgumanda bo'lib qolishidan voyim yedim. Oxiri yenish o'ylanib, shundoq qarorga keldimki, janobi sar amir Yorkent Xotan amirlarining bul kuprani muddasidan xabar topsa, balo qazoning oldini olish, ofatni yiltizdan yo'qotish uchun cho'qim lashkar tortishni ixtiyor qiladi. Munofiqlarni jazolab, el-yurtni yog'idan dafi qilish baribir lashkariy divonning vazifasidir. Kamini farzandlari lashkariy divonning o'rinbosar amiri bo'lganligim uchun jazo yurish qilish yanada mening zimmamga yuklanadi. Shundoq bo'lgan ekan, hali oldimga, hali orqamga yenib yurguncha Mirza Yontaqbekning betuyuq turgan vaqtidan foydalanib, Yorkentga berib, ul munofiq amirini qo'lga olay degan qarorga keldim va qop yuraklik bilan janoblarning nomida soxta farmon tayyorlab, chaqmoq tezligida Yorkentga yurish qildim. Soxta farmon yasashdagi mudda Yorkent shahrini yog'isiz elishi. Chunki yog'i birinchidan o'rinsiz qon to'kilishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan avom ra'yat vasvasiga tushib qoladi. Uchinchidan muqimsizlik kelib chiqadi. Eng muhimi, yog'i bo'lib qolsa, isyon tug'ini tiklashga urinib, riyokorlik qilishini bilayotgan Xotan amirlari sagaklashib qoladi. Xudoga ming qatli shukrki, avval Allohning himmati bilan, ondan qolsa janoblarning hukm suri bilan soxta farmon hiylasini ishlatib, Yorkent shahriga yog'siz kirishga muvaffaq bo'ldim. Lekin Mirza Yontaqbek farmonning soxtaligini osonli bilib oldi va hiylagarlik qilib qochmoqchi bo'ldi. Albatta, qochsa Udul Xotan amirlarining dargohiga boradi va ular bilan birlikda saltanatimiz bilan qarshilashadi. Shunga uni darhol tutib so'roq qilishlari uchun Qashqarga avatmoqchi bo'ldim. Lekin u niyatimni bilib qilib, nökərlər bilan qarshilik ko'rsatdi. Ana o'sha to'qinishda adolat qilishimizning zarbasida kollasidan ayrildi. Amrul Umara janoblarini bu ishdan voqiflantirishga oldirgan bo'lsam-mu, Yorkentdagi qalayimqanchilikni tuzashga xeyli vaqtim ketdi. Endi qilchilik voyimimgayla. Yorkent hozir intayin tinch, avom ra'yat muxotirjam tirikchilik qilyotidi. Xotandagi ul og'i ini mirzalarning o'zlarining martabasini janobi sar amir bilan tang o'rinda qo'yib, takabburlik, cho'ngchilik qilganidan, Mangla Usiyar amir mahkamasini e'tirof qilmay, janoblarga itoat qilishdan bosh tortib, bevosita Sultan Yunusxon oliylariga arz ma'lumot yo'llab, farmonbardorlik qilganidan xabarimiz bor. Ularning bu sarkashligidan ko'p ranjigan edilar. Mana endi ular buni oz deb, texmi hadidan eshib, Sultan Yunusxon oliylaridan yuz o'rib, buyuk saltanatni parchalab, o'z oldiga mustaqil hokimiyat tiklash g'arazida bo'libdi.
Kəmini nökərləri Xotanda baş götürüşkə başlagan ol afətini yıldızdan qomurup taslashqa tayyorlanıyotiman. Janabı Sər əmrinin bağrının yumşaqlığı, tolumu mehribanlığı kəminələrə bəş qoldək ayam. Ta hazırgacha tuqqandarchilik mehridan kechalmay ol og'i inalarga yo'l qo'yib keldilar. Xonnazar Mirza bilan Qulnazar Mirzalarning itoatkorligi ularning ajdodidan buyanqi qoida edi. Hozir ular adabning tashqarisiga chiqib ketdi. Endi yana sukut qilishning, yo'l qo'yishning o'rni qolmadi. Agar ijozat bersalar, lashkar tortib berib ularni janoblariga itoat qildirg'ayman. Farmonlarini kutaman. İcazatlarını almay qılğan başbaştaqlığımğa yeniş-yenişlap kechirim so'rayman. Navoda bu ishim gunohga buyurilsa, berilgan har qanday jazoga roziman. Sadoqatman navkarlari ham farzandlari Mirza Abubakriddin deb bilirlar. Maktubni o'qib Muhammad Haydar Mirzaning ko'ngli vallada yo'rib ketdi. Vujudini qaplab olgan gumonlar, andishalar birdan tarqab ketdi. Shu daqiqada u Mirza Abubakirning yozganlariga qilchilik gumonlanmagan edi. O'rinbosar Amirlashkar Abubakir Mirza saltanatimiz uchun cho'ng bir ofatni yo'qotibdi. U hayajonlangan holda qo'lidagi maktubni pulanglatib turib, farmonchi bekka sundi. Ushbu maktubni o'qib bersinlar. Mazmundan janob amirlarni vaqiflangay. Farmonchi bey Mirza Abubakirning maktubini o'nlik o'qishga boshladi. Shu daqiqada uning ovozi Muhammad Haydar Mirzaning quloqiga kirmaydi. Mirza Abubakirning boshbastaqligiga ochiq kelgan bo'lsa-mu, qilgan ishiga qoyil bo'lib qolgan edi. Yana bir tarafdan xotin amirlarga bo'lgan qalbidagi adovat o'tlari ulg'ayishga boshlagan edi. Xotandagi Xonnazar, Qulnazar Mirzalar Muhammad Haydar Mirza bilan tuqqan keladi. O'z vaqtida buzrukvar bo'lsa, Ulusbegi Xudoydat o'rdadagi yuqori imtiyoziga tayinib, davlat urug'idan bo'lgan barliq tuqqanlarga Mang'lay shahardagi shahar viloyatlarning amirlik martabasini ippagan bo'lib, kichik o'g'li Said Ahmad Mirzaga Qashqar bilan Yarkentni, omasining ikki o'g'li Ilyos Shoh bilan Xizr Shohga Oqsuv bilan Xotanni berib, bu ikki jiyanini kichik o'g'li Said Ahmad Mirzaning boshqarishiga tava qilib bergan edi. Asıl kalam Mang'lay shaharning bosh amirligi Ulusbegi Xudoydatning o'g'illarining qo'lida edi. Amir Saydali olib Sultan Esanboga xonni Oqsuvga olib kelib, Oqsuvni poytaxt qilgandan keyin Ilyos Shohning Oqsuvga amir bo'lib turgan navrasini o'rdada yuqori mansabga tayinlagan edi. Ammo Xotanning amirlik mansabi yana Xizr Shoh avlodining qo'lida davomlashib kelyotdi. Xonnazar Mirza bilan Qulnazar Mirzalar dal o'sha Xizr Shohning navralari edi. Kuchtingirligi va jangbozlik mahoratining yuqoriligi bilan yolg'iz Xotandala emas, butkul Uyg'ur eliga dong pur ketgan bu aka-uka Mirzalar o'zlarini buyuk Amir Saydali olibga taqqoslashni yaxshi ko'radi va shu sababdan hech kimni ko'zga ilmaydi. O'zlari boshqarayotgan Xotanning Uyg'ur elidagi boshqa viloyatlar bilan teng darajadagi viloyat turuqliq bevosita o'rniga qarmay, qandaqdir Ulusbegi Xudoydat avlodlarining huquq imtiyozining simvoli bo'lib qolgan atalmish Mang'lay shahar amir mahkamasi qarashli bo'lib qolganligidan tengsizlik his qilishadi. Shunlashqa Mang'lay shahar tavasidagi viloyat, shahar, tuman amirlari o'rda belgilagan qoida bo'yicha yilda bir qitim Qashqarga kelib, Mang'lay shahar amiriga salom berib, bir yillik xizmatidan ma'lumot berib yansa, ular Qashqarga bormay, Udul Sultan Yunusxonning o'rdasiga salomga boradi. Tuman degani nahiya deb izohatda. Shuning uchun Muhammad Haydar Mirza bu aka-uka Mirzalarning o'zini e'tirof qilmaganidan to'liq xafa edi. Muhammad Haydar Mirza nomida yozilgan Mang'lay shahar amir mahkamasining har qanday farmonlarini aka-uka Mirzalar e'tirof qilmaydi. Mirza Abubakir o'gay dadasining qalbidagi bu adovatdan foydalanib, o'zining qora niyatini yoshirish muddasiga to'liq yetgan edi. Xatning mazmunidan to'liq xabar topgan amirlar bir-biri bilan yoshirin ko'z urishtirib oldi. Ular Mirza Abubakirning ko'rsatgan sabablarga ancha ishonmagandek qiladi. Lekin Muhammad Haydar Mirzaning birdan ruhlanib ketganini ko'rib, gumonlarini o'ttirg'a qo'yishga petinolmadi. Xo'sh, dedi Muhammad Haydar Mirza qaddini ruslab.
Abu Bakr Mirza'nın baştonluqi günah hisoblansımı, lekin büyük saltanatga put atmoqchi bo'lgan riyokor Amir Mirza Yontaqbekni yo'qotib, el yurtni ofatdan xalos qilganligi in'omga loyiq tuhfadir. Xotandagi og'i ini Mirzlarning necha yildan beri manglay suyar Amir mahkamasini ko'zga ilmay, biz bilan o'zangi so'qishtirib kelishida boshqacha muddo yoshiringan ekan. Mana bu yomon niyatlarmi ayon bo'ldi. O'rinbosar Amir lashkarining maqsadidan xabardor bo'lishdilar. Qanday qilish haqida maslahat berishgaylar. Sar Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Garchi Abu Bakr Mirza oshundoq jasorat bilan saltanat dushmanlarini yo'qotgan bo'lsa-mu, ijozatsiz lashkar tutganligi hamda soxta farmon o'ydirib chiqarganligining o'zila og'ir gunohdir. Dedi qori divan amiri Ma'sum Bahodir. Shunga avval uni chaqirtib kelib, gunohini taftish qilmoq lozim. Xotanga lashkar tortishga boshqa sarkarni tayin qilaylik. Undaqda xotan amirlarga yoshirin xabar yetkazishga fursat yaratilib qolmasmi? Dedi Muhammad Haydar Mirza yoqtirmagan qiyofatda. Maktubning mazmunidan to'liq xabar topganlar. Sarayimizda ol riyokor munofiqlar bilan til biriktirib olganlarni yo'q degil bo'lmaydi. Agar undaqlarni yo'q degandimi, gap degan bir yerda turmaydi. Muddaimizdan ol og'i ini Mirzlar xabar tepib qolsa, hozirlik ko'rib oladi-da, ularni bo'ysundirmoq tasga tushadi. Ma'sum Bahodir yana gap qilishga og'zini o'mallab bo'lib to'xtab oldi. Buni sezgan Muhammad Haydar Mirza chiroyiga sus kulki yugurtdi. Deydigan gaplar bo'lsa davasla, men bu ko'nglimdikini da'vataman. Aytganlar barhaq. Abu Bakr Mirzaning ol ikki qilmishi og'ir gunoh. Albatta taftish qilib jazoga tortmoq lozim. Bo'ptamisa, gunohga buyurilsa-mu daveray. Dedi Ma'sum Bahodir bir qarorga kelib. Amaliyotda Abu Bakr Mirzaning uningdan boshqa yana bir gunohi bor. Xo'sh, dedi Muhammad Haydar Mirza diqqatini yig'ib. Abu Bakr Mirza janobi Sar Amirdan aslida cheriklarni mashqlantirish uchun ijozat so'ragan ekan. Ammo o'qishimizcha riyozat shikoriga epmong'ini cherik bo'lmasdan tamomidagidek muntazam ta'lim ko'rgan, puxta mashqlangan, yuqori mahorat egillagan sarxil lashkar ekan. Buningda uning boshqa g'arzi bormi yo'q? Bu tarafi bekmi gumonliqdir. Maktubda bu vaqtda faqat tushuncha bermabdi. Muhammad Haydar Mirza birdan o'ylanib qoldi. Rost, bu tarafiga ajab diqqat qilmabdiman bu. U nemishqa cherik mashqlantiraman deb qo'yib, amaliyotda sarxil lashkar etmadi. Nemishqa bu vaqtda tushuncha bermaydi. Yoki izdan chiqarib qo'ydimi ya? İcazet berilganlıqlarga işinib, karamlik Sar Amir janoblarining samiga mundaq bir arzimas o'yimni solg'um keldi. Dedi ishqog'isi Abdusattor Bey so'z elib. Sar Amir janoblari mansibdan qoldirib, taftishlikka buyurgan Mirza Amin Qulbek qatorliq 3 amirmi hozir Mirza Abu Bakrning yanida ekan. O'rinbosar amir lashkar nima sababdan ularni o'zi bilan birga ipmangandi? Bu tarafini o'ylanib ko'gayla. Muhammad Haydar Mirza birdanla cho'chib ketdi. Amirlarning o'tirg'i qo'yg'ini og'dirib etkisiz paket edi. Bularni nazardan saqit qilib etishga faqatli bo'lmaydi. Abu Bakr Mirzaning zoti nima buddasi bor? Nemishqa mendan bu ishlarni yo'shiradi? Nemishqa 3 amirni o'ziga hamroh qilib oladi? Ularning gumonining asosi bor. Onun mektupda ko'rsatgan sabablari oldirab ishinib ketmasam bo'lg'idek. To'xta. Aldiraqsallik qilmay zodi. Yorkent amiri Mirza Yontaqbek ta bugungacha saltanat uchun sadoqatmanlik bilan xizmat qilib kelgan. Dedi mufattish divonining amiri Obladi Dadxoh Muhammad Haydar Mirzaning xiyolini bo'lib. Albatta uning ustidan mahkamamizga ancha-muncha arz shikoyatlarning kelganimi rost. Divan mahkamamiz Mirza Yontaqbekka chetishliq muhim bir xun davosini tekshirayotgan edi. Ra'iyatning amaldorlar ustidan shikoyat qilishi tabiiy ahvol.
Rossiyalığını hamon ayrıladi. Xotandagi og'i ini Mirzlarning Manglaysoyar amir mahkamasiga sarkashlik qilgani rost. Ammo Yorkent amirining saltanatga riyokorlik qilishi gumonim bordir. Shunga sar amir janoblari oldirab farmon tushirishdan saqlanib, bu voqeani obdanroq tahqiqlab ko'rgaylar. Muhammad Haydar Mirza hamda o'zini to'xtatib olgan edi. Mirza Abubakr bilan o'ttirsida ham tuqqandarchilik, ham ota-bolalik munosabati bo'lg'achqa, bu ishda texim ehtiyot qilmasi bo'lmaydiganligini birdan his qildi. Kimga ishonsam bo'lar zodi? Abubakr Mirzaning yozganlarini rostay desam, amirlar bir muncha yuchuqlarni, gumonlarni o'ttirib qo'yishdi. O'sha bir necha gumoniy paketni depla, uni ayblasam, navoda Mirza Yontaqbekning haqiqatan isyonga tayyorlangani rost bo'lsa, uning o'val qilgan bo'laman. O chaqda o'ttirimizda adovat tug'iladi. Validasi Oyjamal og'chimi mendan ranjiydi. Marhum Jannat makon og'amning ruhimi qo'rinadi. Aras, o'g'illarda dadqoqning tavsiyasi o'rinliqdek qiladi. Shundoq qilay. Oldirab hukm chiqarmay, avval ishonchlik amirdan birini Yorkentga avatib, Mirza Abubakrning niyatini bilib boqay. Mirza Yontaqbek voqeasining tegitakdan aniqlab chiqay. Ondan munosib tadbir qo'llansam kechikmayman. Xo'sh. Yorkentga kimni avatsam bo'lar? Eng yaxshisi, men sadoqatman Abubakr Mirzaning ishonchini qo'lga keltiradigan bir odam bo'lsa bo'ladi. Muhammad Haydar Mirza saroydagi amirlarga bir nazar tashladi. Amirlarning eng kaynida beshini tuvan selib o'tirgan yigitga qarab o'ylanib qoldi. U bu ishning huddasidan chiqa oladimi? Uning sadoqatidan gumonlanmayman. Topshirgan ishning huddasidan chiqa olmasligidan ansirayman. Dalg'ulluq ilkida damalliq bir qarorga kelolmagan Muhammad Haydar Mirza egiz bo'yliq yigitga yenish-yenishlab qarab qo'ydi. Bu yigit boshqa bir emas, dal Mirza Abubakrning inisi Umar Mirza edi. Manglaysoyar amir mahkamasida u tuvan darajalik amirlardan hisoblanadi. Muhammad Haydar Mirza uning mansibini o'stirib qo'ymoqchi bo'lganda, u turtki ko'rsatmay turib mansibini o'stirishni xohlamaydiganligini aytib, siliqli rad qilgan edi. Bu ishqa Umar Mirzadan muvofiq odam yo'qdek qiladi. Har holda uning bilan so'zlashib xiyolini bilib boqardi. Abubakr Mirza oldirab biriga sir bermaydi. Boshqalarni avatsam ehtiyot qilishi, gumonlanishi mumkin. Bular og'ini bo'lgandan ko'nglidan yo'shirib ketmas. Muhimi gumonlanmas. Janob amirlarga ijozat. Qoldi ishlarni ertagacha mashvarat qilarmiz. Mashvarat degani maslahat, kengash deb izohatda. Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib, salom berib, omonlik tilashgandan keyin chiqib ketishdi. U tushlik tomoqni birga yeyish bahonasi bilan Umar Mirzani yeniga chaqirdi. Amirzodam atigan saroyda bo'lingan gap so'zlarga qanday qaraydi ekan? Dedi Muhammad Haydar Mirza oldida adab bilan o'tirgan yigitga qarab. Ol amirlarning gumonining asosi bor. Dedi Umar Mirza o'ychanlik bilan. Gerçi og'amning janobi sar amirdan ijozatsiz lashkar tatqinini hamda soxta farmon yasab Yorkentni yog'siz qo'lga olganini to'g'ri tushunishga bo'lsin-mu? Lekin riyozat shikori uchun cherikning o'rniga sarxil lashkar epmong'ini, yilqi xiyonatkor uch amirga yaqinchilik qilib ketgani bakmi g'alatidir. Mirza Yontaqbekning ishiga kelsak, buni yana chunqurlab tekshirib tahqiqlash zaruriyat turdi. Mening o'yim ham shu, dedi Muhammad Haydar Mirza Umar Mirzaning mulohazasiga qoyil bo'lib. Cho'ng Amirzodining maktubiga asoslanib hukm chiqarsak, mahkamadagi amirlar uch-qo'shqor bir nima deyishga petinolmagani bilan ko'nglida qoyil bo'lmaydi. Farzandiga yon bosdi, saltanat qonun yo'sinlarini ko'zga ilmag'inini bilib turib kori bo'lmadi deb fitna qilishidi. Mirza Yontaqbekning haqiqatan ashundoq jinoyati bor degan taqdirdami? Uni jazolab yasoqqa yetkazish, yilg'i o'rinbosar amirlashgarkan, mening qo'limdan kelmaydi. Yasoqqa yetkazish, kollasini elish,
debdi izohatda. Qoida bo'yicha uning jinoiy qilmishlarini tahqiqlab, dalil faktlar bilan qo'shib xon oliylarining dargohiga avatish kerak edi. Yuqori darajalik amirlarning qilmishiga hukm chiqarish, kollasini elishga buyurish faqat janob qiblagohimizning imtiyozidir. Abu Bakr Mirzo bu ishda ziyoda oldiraqsonlik qildi. Jannat makon og'am Soniz Mirzo vafot bo'lgandan keyin ikki amirzodamga tog'liq mehrimni yetkazamaganim rost. Keyin Sultan Do'st Muhammad xon oliylari shafqat ko'rsatib, Abu Bakr Mirzoga singlisi Malika Husni Nigar xonimni nikohlab berib, uni ko'raganlik martabasiga yetkazdi. Shuning bilan tog'ijiyan ikkimiz boji bo'lib, xon jamoatiga tava bo'ldik. Sultan Yunus xon oliylari mehr shafqat ko'rsatib, validalarini menga nikohlab berdi. Marhamatlik Tangrining himmati bilan bir oila kishilari bo'lib qoldik. Har qachon sizlarga otalik mehrimni berishga tirishib keldim. Sizlar meni o'z otalari o'rnida ko'rib keldilar. Buningdan o'zimni baxtiyor his qilaman. O'g'illar Abu Bakr Mirzoning Yorkentga amir bo'lish orzusining borligi ko'nglimizga xeyli burun ayon edi. Ammo uni Yorkentga avatishga oldirmasligimizda boshqa amirlarning qoyil bo'lmay fitna qilishidan voyimagan edik. Chunki cho'ng amirzoda mening farmonim bilan emas, xon oliylarining yorligi bilan Yorkentga amir bo'lsa, boshqalarning og'zi tuvoqlanadi. Uni Yorkentga berishga oldirab qilib, ashunday ishlarni qildimikin deb gumonlanaman. Lekin buni rasmiy tahqiqlamay turib, hukm qilmoq mushkuldir. Bu gumonlarni xato degili bo'lmaydi, dedi Umar Mirzo. Eng yaxshisi Yorkentga vaqtida mufattish avataydi. Ish oydinlashsa, silami gumondan soqit bo'ladilar. Boshqa amirlarning fitnasidan saqlana oladilar. Eng muhimi, xon oliylarining oldida xijolat tortib yurmaydilar. U Umar Mirzodan dal mushu javobni kutgan edi. Yorkentga mufattish avatsam, cho'ng amirzodining gumonlanib qilishdan voyimayman. Silimi biladilar, bu bek munozob ish. Yorkentga borgan xon mufattishi Abu Bakr Mirzoni gumonlantirib qo'ymasligi ham biz gumon qilgan ishlarni ostirtdan aniqlash kerak. Shunga muvofiq kelgidek bir odamni ditlayolmayapman. Umar Mirzo o'ychanlik bilan beshini tuvan soldi. Boya saroyda damolliq bir narsa yemay turib qilishining sababi shu, dedi Muhammad Haydar Mirzo. Bu ish beshimni bekli qotiribdi. Agar kamini farzandlariga ishonch qila olsalar, o'sha boshqa tinchliklarni yengillatishga tayyorman, dedi Umar Mirzo. Bu ishqa Amirzodam belini bog'lasa ko'p xursand bo'lardim, dedi Muhammad Haydar Mirzo. Ham saltanat uchun cho'ng xizmat ko'rsatgan bo'lardi. O'ylab baxsam, Yorkentga berishga mendan muvofiq odam yo'qdek qiladi. Umar Mirzo bir necha daqiqa turib olib davom qildi. Ammo Yorkentga mufattish salohiyat bilan emas, inilik qarindoshlik salohiyat bilan boray. Shunday qilsam, ham og'am shaklanmaydi, ham bu ishlarni aniqlamoq oson bo'ladi. Muhammad Haydar Mirzo qiyin bir masalani hal qilgandek yengil tin oldi. Mayli, deganlardek bo'lsin. Ammo ko'p ehtiyot qilsinlar. Imkon bor tez berib, tez qaytib kelgaylar. Farmon berdorman, dedi Umar Mirzo beshini tavazzu bilan egib. Janoblarining g'amini oz to'la yengillatalisam, to'limi sharaf his qilman. Ammo o'tinadigan kichikina bir iltimosim bor. Qani xo'sh. Kaminalarning Yorkentga berish muddasi har qanday odamdan sir tutilgan bo'lsa, muddalar ayon bo'ldi. Sil Yorkentga faqat o'g'illarni yo'qlab kelish uchun boradilar. Og'i inlarning bir-birini yo'qlab turishi azaldan bor ish. Buningdan hech kim shaklanmas. Rost gapni qilsam, dastlabida silani bu ishning huddasidan chiqolmay qolarmikin deb andish qilgan edim. Endi ko'nglimda to'liq ishonch paydo bo'ldi. Qachon yo'lga chiqaydaylar? Saltanat ishlarini kechiktirib bo'lmas. Validam bilan xo'shlashib olib, bugun kechda yo'lga chiqaymikin deyman. Shunday qilsizlar.
Validelerge kichik Amirzodam og'isini seg'ingan o'xshaydi. Yo'qlab kelishga ijozat berdim deb qo'yay. Sovg'at tayyorlab qo'ysin. Mağar vaqtida manga bir yo'liqsila. Aba Bekir Mirzaga bir parcha maktub tayyorlab qo'yay. Og'ash kessinlar. Qiza tayyor bo'ldi. Dedi Bekavulbek. Dasturxonda boq salamdiq yoki peshayvon astig'imi? Mashagili dasturxon sedinglar. Boshqalar hamroh bo'lmasimi bo'ladi. Dedi Muhammad Haydar Mirza Ömer Mirza bilan g'izolanqash texim inchikrak maslahatlashib olishni ko'ngliga pukib. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, aman bo'lgaysizlar.